Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Siz ushbu videoni qidiruv orqali topdingizmi? Kvartiradan mahrum bo'lish haqidagi xavotirli sarlavha sizni cho'chitdimi? Oxirgi paytlarda internetda qonun qabul qilindi. Endi fuqarolar kvartiralardan ayriladi kabi shov-shuvli xabarlar juda ko'paydi. Bu xabarlar ko'pchilikda jiddiy tashvish uyg'otmoqda, ayniqsa ko'p yillik mehnat bilan orttirilgan mol-mulkning taqdiri haqida gap ketganda. Bugun biz aynan shu masalaga oydinlik kiritamiz. Sizni qiziqtirgan savollarga aniq va batafsil javoblar berishga harakat qilaman. Bu ma'lumot har bir uy-joy egasi uchun o'ta muhim bo'lgani sababli videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingizni tavsiya qilaman. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishga yordam beradi. Muammoning mohiyati oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvalo, shuni tushunishimiz kerak. Hech qanday qonun birdaniga butun aholining mulkini sababsiz tortib olishini nazarda tutmaydi. Bunday xabarlar ko'pincha haqiqatni buzib ko'rsatish yoki ayrim holatlarni umumlashtirish orqali odamlarda vahima uyg'otish maqsadida tarqatiladi. Biroq shunday holatlar borki, fuqaro o'z kvartirasidan mahrum bo'lishi mumkin. Va so'nggi paytlarda bu boradagi qonunchilikka kiritilgan ayrim o'zgartirishlar yoki amaldagi qonunlarning ijrosi kuchaytirilganligi sababli bunday holatlar so'n o'rtayotgandek tuyulishi mumkin. Ammo bu butunlay boshqa narsa. Kvartiralardan ayriladi degan gap bekorga chiqmaydi. U ma'lum bir asoslarga ega, ammo bu asoslar umumiy emas, balki juda aniq shartlarga bog'liq. Oldinlari, masalan, kommunal to'lovlardan yoki ipoteka kreditlardan katta qarzlar yig'ilib qolganda, kvartirani tortib olish jarayoni ancha murakkab va uzoq davom etardi. Ijro organlari yoki banklar qarzdorlar bilan kelishuv yo'lini topishga, qarzni bo'lib to'lash imkoniyatlarini yaratishga ko'proq harakat qilardi. Ba'zida esa jarayonning sekinligi va byurokratik to'siqlar tufayli yillar o'tib ham muammo hal bo'lmasdi. Qarzlar esa o'sib boraverardi. Fuqarolar ham ba'zida ogohlantirishlarga befarq qarab, muammo o'z-o'zidan hal bo'lib ketishiga umid qilib yuraverishardi. Bu esa qarz beruvchi tashkilotlar uchun katta zarar va majburiyatchilikni ta'minlashda qiyinchiliklar tug'dirardi. Hozirgi kunda esa O'zbekiston Respublikasi ijro ishlari to'g'risidagi qonun hujjatlariga kiritilgan o'zgartirishlar, shuningdek, kommunal xizmatlar ko'rsatuvchi tashkilotlarning o'z huquqlarini talab qilishdagi faolligi oshganligi sababli sud qarorlarini ijro etish jarayoni sezilarli darajada tezlashdi va samaradorligi oshdi. Ya'ni endi sud qarori asosida kvartiraga nisbatan undiruv jarayoni oldingiga nisbatan ancha tezroq va samaraliroq amalga oshirilishi mumkin. Bu albatta qarz beruvchi tashkilotlar uchun ijobiy o'zgarish bo'lsa-da, fuqarolar uchun esa o'z majburiyatlariga yanada jiddiyroq yondashish zarurligini anglatadi. Majburiy ijro byurosi MIB organlari faoliyati ham zamonaviy texnologiyalar yordamida takomillashtirilmoqda. Bu esa ijro jarayonlarining shaffofligini va tezkorligini oshirmoqda. Shuningdek, shaharlarni obodonlashtirish va noqonuniy qurilmalarni bartaraf etish bo'yicha olib borilayotgan ishlar ham diqqat markazida. Ba'zi holatlarda fuqarolar o'z uylarida tegishli ruxsatnomalarsiz o'zboshimchalik bilan qurilishlar yoki qayta qurishlar qilgan bo'lishadi, yoki ularning uylari avariya holatida deb topiladi. Bu masalada ham qonunchilikda aniq tartiblar belgilangan bo'lsa-da, ularning ijrosi hozirda yanada tizimli tus olgan, ya'ni ilgari e'tibordan chetda qolgan yoki kechiktirilgan masalalar bo'yicha ham amaliy choralar ko'rilmoqda. Bu yerda ham fuqarolar o'z mol-mulkini qonuniy tarzda boshqarishlari va belgilangan me'yorlarga rioya qilishlari shart. Aks holda muammolar, jumladan mulkdan qisman yoki to'liq mahrum bo'lish xavfi yuzaga kelishi mumkin. Bu albatta mulk huquqini buzish emas, balki fuqarolarning o'zlari tomonidan qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilgani uchun keladigan oqibatlardir. Asosiy qism 1. Batafsil tahlil nimalarni bilishingiz kerak? Kim tashvishlanishi kerak va kimga xavotirlanishga hojat yo'q? Keling, ushbu mavzuni yanada chuqurroq ko'rib chiqamiz va kim tashvishlanishi kerak va kimga xavotirlanishga hojat yo'q degan savolga javob beraylik. Bu masalani aniq misollar bilan tushuntirishga harakat qilaman. Tashvishlanish kerak bo'lganlar, iri, uzoq muddatli va katta miqdordagi qarzlarga ega bo'lganlar. Bularga kommunal to'lovlar, gaz, elektr, suv, isitish chiqindi, ipoteka kreditlari, davlatga bo'lgan soliqlar, mol-mulk, yer solig'i yoki kvartirangizni garovga qo'yib olingan boshqa kreditlar.
masalan iste'mol krediti, biznes krediti kiradi masalan. Agar siz bir necha yil davomida kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirmagan bo'lsangiz va bu qarzlar 10 millionlab so'mlarga yetgan bo'lsa, siz jiddiy xavf ostidasiz. Bu borada sudlar qarzdorlikni undirish bo'yicha ancha faol ishlamoqda. Chunki qarz beruvchi tashkilotlar ham o'z faoliyatini davom ettirishlari uchun moliyaviy barqarorlikka muhtoj. Katta miqdordagi qarzlar sud jarayonida kvartiraga undiruv qaratilishiga asos bo'lishi mumkin. Ikki asl noqonuniy qurilishlar qilganlar yoki ruxsatsiz qayta qurishlar amalga oshirganlar. Asterisk, agar siz o'z kvartiringizda yoki uyning umumiy maydonida tegishli ruxsatnomalarsiz o'zgarishlar kiritgan bo'lsangiz, masalan balkonni kengaytirib xona qilib olgan bo'lsangiz yoki umumiy mulkni potval, chardak, koridor qismi o'zboshimchalik bilan egallab olgan bo'lsangiz, mahalliy hokimiyat organlari yoki qurilish nazorati organlari tomonidan ushbu noqonuniy qurilmalarni buzish to'g'risida ko'rsatma berilishi mumkin. Agar bunga amal qilmasangiz, jarimalar va hattoki sud orqali choralar ko'rilishi mumkin. Ba'zi hollarda bunday noqonuniy qurilishlar binoning konstruktiv xavfsizligiga tahdid solsa, masalan yuk ko'taruvchi devorlar buzilishi. Muammo yanada jiddiy tus oladi va hatto butun binoning avariya holatida deb topilishiga sabab bo'lishi, bu esa majburiy ko'chirishga olib kelishi mumkin. 30 mulkini garovga qo'yib, 3-shaxsning kreditini kafolatlaganlar. Asli bu juda keng tarqalgan va xavfli amaliyot. Agar siz do'stingiz yoki qarindoshingiz kredit olish uchun o'z kvartirangizni garovga qo'ygan bo'lsangiz va ular o'z majburiyatlarini bajarmasa, ya'ni kreditni to'lay olmasa, bank sizning mulkingizga nisbatan undiruv choralarini ko'rishi mumkin. Bu afsuski, ko'plab insonlar o'ylamay qiladigan jiddiy xatodir. Sizning moliyaviy ahvolingiz qanday bo'lishidan qat'i nazar, agar kredit qaytarilmasa, sizning garovingizdagi mulk tortib olinishi mumkin. 4. Mulk bilan bog'liq murakkab sud ishlari yoki meros nizolari ichida bo'lganlar. Bunday holatlar ham mulkdan qisman yoki to'liq mahrum bo'lishga olib kelishi mumkin, ayniqsa agar sud qarori sizning foydangizga bo'lmasa. Masalan, meros masalasida bir nechta merosxo'rlar o'zaro kelisha olmasa va sud mulkni bo'lish yoki sotish haqida qaror qilsa, bu ham muayyan xavflarni keltirib chiqaradi. Yoki mulkning haqiqiy egasi kimligi bo'yicha uzoq davom etgan sud ishlari ham mulkdan mahrum bo'lish bilan yakunlanishi mumkin. Ayniqsa agar mulkni sotib olish-sotish shartnomasi haqiqiy emas deb topilsa. Kimga xavotirlanishga hojat yo'q. O'z majburiyatlarini vijdonan bajarayotgan, to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirayotgan mulkdorlar. Agar siz kommunal to'lovlarni, soliqlarni to'lab, kreditingizni o'z vaqtida so'ndirib borgan bo'lsangiz va sizning mulkingizda hech qanday noqonuniy qurilishlar mavjud bo'lmasa, shuningdek boshqalarning kreditlariga garov bo'lmagan bo'lsangiz, sizning mulkingizga hech qanday xavf solmaydi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va Fuqarolik kodeksi sizning mulk huquqingizni qat'iy himoya qiladi. Hech kim sizdan mulkingizni sababsiz tortib olishga haqli emas. Sizning mulkingiz daxlsizdir. Keling, ba'zi aniq hayotiy misollarni ko'rib chiqamiz. Bir misol, kommunal to'lovlar bo'yicha qarz va uning oqibatlari. Tasavvur qiling, Toshkent shahrida yashovchi bir oila 3 yil davomida gaz, elektr energiyasi, suv va issiqlik uchun to'lovlarni qila olmaydi. Ularning qarzi jamiga 1 million so'mga yetadi. Bu qarz faqat asosiy to'lovlardan emas, balki penya va jarimalardan ham iborat. Dastlab kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar ularga bir necha marta ogohlantirishlar yuboradi. Keyin xizmatlarni, masalan, gaz va elektr o'chirib qo'yadi. Oilaning qarzni to'lashga qurbi yetmaydi va ular vaziyatdan chiqish yo'lini topa olmaydilar. Tashkilot sudga da'vo arizasi bilan murojaat qiladi va sud qarzdorlikni undirish to'g'risida qaror chiqaradi. Sud qarori qabul qilingandan so'ng ijroqasi majburiy ijro byurosi MAYBga yuboriladi. MAYB xodimlari qarzdorning mol-mulkini ro'yxatga olishga va baholashga kirishadi. Avvaliga ular qarzdorning boshqa mol-mulki, masalan, avtomobil, qimmatbaho buyumlar mavjudligini tekshiradi. Agar bu mol-mulk qarzni qoplashga yetmasa va qarz miqdori kvartira qiymatining sezilarli qismini tashkil qilsa, kvartira sotuvga qo'yilishi mumkin. Qarz miqdori katta bo'lgani va yillar davomida to'lanmagani uchun MAYB kvartirani baholaydi va uni elektron auksion orqali sotuvga qo'yadi. Kvartira sotilganda olingan puldan qarz va ijro yig'imlari ushlab qolinadi. Qolgan qismi esa sobiq egasiga qaytariladi. Albatta bu oxirgi chora, ammo bunday holatlar afsuski o'z majburiyatlariga e'tiborsiz qaraydigan fuqarolar orasida uchrab turadi. Ipoteka krediti bo'yicha qarz
va garov mulkining undirilishi. Bir fuqaro bankdan 300 million so'm ipoteka krediti olib, 2 xonali kvartira sotib olgan. Bir necha yildan so'ng u ishsiz qolib, 6 oy davomida kredit to'lovlarini amalga oshira olmaydi. Har oy to'lov muddati o'tganligi sababli bank penya hisoblaydi. Qarz miqdori yanada o'sadi. Bank avvaliga ogohlantirishlar beradi, qo'ng'iroqlar qiladi. Lekin fuqaro javob bera olmaydi. Shartnoma shartlariga ko'ra bank garovga qo'yilgan mulkni undirish bo'yicha sudga murojaat qiladi. Sud ishni ko'rib chiqib, bank foydasiga qaror chiqaradi. Chunki ipoteka shartnomasi shartlari buzilgan. Agar fuqaro kreditning deyarli 50% masalan 150 million so'm to'lagan bo'lsa ham, qolgan summani to'lay olmasa, bank kvartirani sotuvga qo'yish orqali o'z zararini qoplashga harakat qiladi. Bu yerda bankning maqsadi mulkni tortib olish emas, balki berilgan kreditni qaytarishdir. Agar mulk sotilganda ortiqcha pul bo'lsa, masalan, kvartira 2,5 millionga sotilsa, 200 million bankka o'tib, 1,5 million fuqaroga qaytariladi. U egasiga qaytariladi. Ammo agar mulkning qiymati qarz miqdoridan kamroq bo'lsa, masalan, bozor narxi tushib 2,5 millionga sotilsa, qarz qolgan bo'lishi ham mumkin va fuqaro ushbu qolgan qarzni boshqa mol mulki hisobidan to'lashi shart bo'ladi. Astos 3 misol: noqonuniy qayta qurish va o'zboshimchalik bilan egallab olingan yerlar. Astos bir uy egasi o'zining 2 xonali kvartirasida o'zboshimchalik bilan qayta qurish ishlarini amalga oshiradi. Masalan, umumiy koridorning bir qismini egallab, o'z kvartirasiga qo'shimcha xona qo'shib oladi. Bu qo'shnilarning shikoyatiga sabab bo'ladi. Chunki bu umumiy mulkdan foydalanish huquqini cheklaydi va evakuatsiya yo'llarini to'sishi mumkin. Mahalliy hokimiyat yoki qurilish nazorati organlari tekshiruv o'tkazib, noqonuniy qurilishni aniqlaydi va uni buzish to'g'risida ko'rsatma beradi. Agar mulk egasi bu ko'rsatmaga amal qilmasa, sud orqali buzish majburiyati yuklatilishi mumkin. Bunday holatlar bevosita kvartiradan mahrum bo'lishga olib kelmasligi mumkin. Ammo mulkning qiymatini pasaytiradi, uni sotishni qiyinlashtiradi va mulkdor uchun katta jarimalarga sabab bo'ladi. Jiddiyroq holatlarda esa, masalan, bino konstruksiyasiga jiddiy zarar yetkazilgan bo'lsa, masalan, yuk ko'taruvchi devor buzilgan bo'lsa, bu butun uyning xavfsizligini ta'minlash maqsadida boshqa choralar ko'rilishiga ham olib kelishi mumkin. Hatto majburiy ko'chirish bilan. Qoidalarning istisnolari, tozoqlar va ko'zga tashlanmaydigan nozik jihatlar, endi esa qoidalarning istisnolari, tuzoqlar va ko'zga tashlanmaydigan nozik jihatlarga to'xtalib o'tamiz. Bu qism ayniqsa muhim, chunki ko'pchilik aynan shu yerda xatoliklarga yo'l qo'yadi va keyinchalik tushunmovchiliklar yuzaga keladi. Asos qoidalarning istisnolari va himoya mexanizmlari. Birinchisi, yagona turar joyning daxlsizligi tamoyili. O'zbekiston qonunchiligida agar qarzdorning boshqa turar joyi bo'lmasa va qarz aynan o'sha turar joyni sotib olish uchun olingan ipoteka kreditidan yuzaga kelmagan bo'lsa, uning yagona turar joyini undiruv obyektiga aylantirish juda qiyin. Ijro ishlari to'g'risidagi qonunning 73 moddasiga ko'ra, undiruv qaratilishi mumkin bo'lmagan mol-mulk ro'yxati mavjud va bu ro'yxatda qarzdor va uning oila a'zolari doimiy yashayotgan yagona turar joy, agar bu joy qarz uchun garovga qo'yilmagan bo'lsa, qarz miqdori juda katta bo'lmagan holda undiruvdan himoyalangan. Ya'ni kommunal to'lovlar yoki boshqa shaxsiy qarzlar sababli sizning yagona kvartirangizdan mahrum qilish, agar qarz juda katta miqdorga yetmagan bo'lsa va undiruvning boshqa imkoniyatlari, masalan, maoshdan ushlab qolish, boshqa mulkni sotish tugagan bo'lsa ham, sud amaliyotida juda kam uchraydigan choradir asosan. Bu qoida sud qarori bo'yicha joriy qilingan aliment to'lovlari yoki qasddan sodir etilgan jinoyat natijasida yetkazilgan zararni qoplash kabi holatlarda amal qilmasligi mumkin. Ammo shuni unutmaslik kerakki, bu mutlaq kafolat emas. Agar qarz juda katta bo'lsa va qarzdor o'z majburiyatlarini qasddan bajarmagan bo'lsa, istisnolar mavjud bo'lishi mumkin. Asosan, agar qarz aynan o'sha kvartira uchun olingan ipoteka krediti bo'lsa, yoki mulk bank yoki boshqa tashkilotga garovga qo'yilgan bo'lsa, yagona turar joy himoyasi amal qilmaydi. 2. Aslida davlat ehtiyojlari uchun olib qo'yiladigan mulk va adolatli kompensatsiya. Ba'zi holatlarda shaharsozlik rejalari, yo'llar qurilishi yoki boshqa davlat ahamiyatiga ega loyihalar tufayli sizning mulkingiz davlat tomonidan olib qo'yilishi mumkin. Ammo bu kvartiradan mahrum bo'lish emas, balki adolatli kompensatsiya evaziga mulk huquqining o'zgarishi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlarida bu jarayon qat'iy tartibga solingan.
qonunchilikka ko'ra sizga bozor narxida boshqa teng qiymatli va qulaylikdagi kvartira yoki uning pul ekvivalenti taklif qilinishi shart. Bu jarayon qat'iy tartibga solingan va sizning huquqlaringiz himoyalangan. Kompensatsiya miqdori va shartlari bilan kelishmasangiz, mustaqil baholovchini jalb qilish va sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Hech kim sizdan mulkingizni majburlab kompensatsiyasiz tortib ola olmaydi. Astish, tuzoqlar va ko'zga tashlanmaydigan nozik jihatlar. Birtish, hissa mulk egaligi, dalevaya собственность va undan kelib chiqadigan muammolar. Agar kvartira bir necha shaxsga tegishli bo'lsa, masalan, meros bo'yicha yoki turmush o'rtoqlar o'rtasida va ulardan biri katta miqdorda qarzga ega bo'lsa, muammo yuzaga kelishi mumkin. Banklar yoki MIB butun kvartirani undira olmaydi. Lekin qarzdorning mulkdagi ulushiga nisbatan choralar ko'rishi mumkin. Bu esa kvartiraning umumiy holatini murakkablashtiradi va boshqa mulk egalari uchun noqulayliklar tug'diradi. Ba'zida bu ulush sud qarori bilan sotuvga qo'yilishi mumkin. Bu esa sizning kvartirangizga yangi mulkdor paydo bo'lishiga olib keladi. Bunday holatlarda boshqa ulush egalari qarzdorning ulushini sotib olishda imtiyozli huquqqa ega bo'lishlari mumkin. Ammo bu ham qo'shimcha moliyaviy yukni anglatadi. 2. Yashirin qarzlar va majburiyatlar, pokiza huquqiy tarixi bo'lmagan mulk. Astras kvartirani sotib olayotganda avvalgi egasining qarzlarini, kommunal to'lovlar, soliqlar va mulkning yuridik pokizaligini tekshirish juda muhim. Ba'zida kadastr hujjatlarida aks etmagan turli xil yuklamalar, masalan, mulkning garovda turgani, qamoqqa olinganligi to'g'risidagi ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Bu holatlar yangi egaga o'tib, u uchun jiddiy muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Agar siz qarzga qo'yilgan mulkni bilmagan holda sotib olsangiz, keyinchalik bank o'z qarzini undirish uchun mulkingizga da'vo qilishi mumkin. Shuning uchun notarial rasmiylashtirishdan oldin barcha ma'lumotlarni, kadastr agentligining ma'lumotnomalari, MIBdagi qarzdorliklar haqida ma'lumotlar sinchkovlik bilan tekshirish shart. Bu jarayonni professional realtor yoki advokat yordamida amalga oshirish tavsiya etiladi. 300 huquqiy savodsizlik, o'tiborsizlik, ko'pchilik o'z huquqlarini bilmaydi yoki sud chaqiruv qog'ozlariga. Majburiy ijro byurosi ogohlantirishlarga e'tiborsiz qaraydi. Ularni shunchaki qog'ozbozlik deb hisoblaydi. Natijada sud majlislarida qatnashmaydi, o'z pozitsiyasini himoya qilmaydi, dalillar keltirmaydi. Bu esa sud qarorining sizning ishtirokingizsiz qabul qilinishiga va keyinchalik uni bekor qilishning qiyinlashishiga olib keladi. Har qanday rasmiy hujjatga jiddiy yondashish, uning mazmunini tushunish va kerak bo'lsa, huquqiy yordam olish shart. Sud qarori qonuniy kuchga kirgach, uni bekor qilish uchun jiddiy asoslar va uzoq vaqt talab etiladi. Dard as firibgarlik sxemalari, buvilar bilan savdo va boshqalar afsuski aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari. Ayniqsa keksa yoshdagilar, yolg'iz yashovchilar firibgarlik qurboni bo'lishi mumkin. Ularni turli bahonalar bilan, masalan, kichik miqdorda pul taklif qilib, urbod parvarish va'da qilib yoki soxta hujjatlar orqali kvartirasini sotib olishga majburlashadi. Keyinchalik esa keksa odamlar uysiz qolib ketishadi. Bu jinoiy harakat bo'lib, huquq tartibot idoralari bunga qarshi kurashadi. Ammo ogoh bo'lish juda muhim. Hech qanday shubhali shartnomalarni, ayniqsa umrbod ta'minlash shartnomalarini huquqshunos maslahatsiz imzolamang va yaqinlaringizni ham bunday tuzoqlardan ogoh eting. 5. Astras kadastr ma'lumotlaridagi nomuvofiqliklar va ro'yxatga olish muammolari. Mulkning kadastr hujjatlarida xatolar yoki haqiqiy holatga mos kelmaydigan nomuvofiqliklar mavjud bo'lsa, bu kelajakda uni sotishda, hadya qilishda yoki meros qoldirishda muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Ba'zi hollarda agar kadastr ma'lumotlari haqiqiy holatga mos kelmasa va bu uzoq vaqt davomida tuzatilmasa, hatto mulk huquqini tasdiqlashda ham qiyinchiliklar tug'ilishi mumkin. O'zbekistonda raqamlashtirish jarayonlari faol ketayotgan bo'lsa-da, bu kabi eskirgan ma'lumotlar bilan bog'liq muammolar hamon uchrab turadi. Shuning uchun kadastr hujjatlaringizning to'g'riligiga va amaldagi holatga mos kelishiga ishonch hosil qiling. Amaliy maslahatlar, siz nima qilishingiz kerak? Xo'sh, yuqoridagi ma'lumotlarni hisobga olgan holda siz nima qilishingiz kerak? Qanday amaliy qadamlarni tashlashingiz lozim? Toki o'zingizni va mulkingizni himoya qila olasiz. Keling, aniq ko'rsatmalar beraman. Agar sizda qarzdorliklar mavjud bo'lsa, muammoni e'tiborsiz qoldirmang. Bu eng katta xato. Agar kommunal to'lovlar, soliqlar yoki kreditlar bo'yicha qarzingiz bo'lsa, darhol choralar ko'ring. O'zingizni yashirmang
Qo'ng'iroqlarga javob bering. Pochta orqali kelgan ogohlantirishlarni o'qimasdan tashlamang. Muammoni qanchalik tez hal qilishga harakat qilsangiz, vaziyat shunchalik yengil bo'ladi. Kreditorlar bilan aloqaga chiqing. Gaz, elektr ta'minoti, suv isitish, chiqindi tashlash xizmati ko'rsatuvchi tashkilotlarga, bankka qarz olgan barcha tashkilotlarga murojaat qiling. Vaziyatingizni tushuntiring. Ularga yozma ariza bilan murojaat qilib, to'lovlarni kechiktirish, rassrochka yoki qarzni bo'lib to'lash grafik. Ko'pchilik tashkilotlar sudga murojaat qilishdan ko'ra tinch yo'l bilan muammoni hal qilishni afzal ko'radilar. Chunki sud jarayoni ham ular uchun vaqt va mablag' talab qiladi. Ochiq sudgacha bo'lgan bosqichda huquqiy maslahat oling. Agar vaziyat jiddiy tus olayotgan bo'lsa va tashkilotlar sudga murojaat qilishni aytayotgan bo'lsa, muammo sudga yetib bormasdan oldin malakali advokat bilan maslahatlashing. U sizga huquqlaringizni tushuntirib beradi. Qarzni kamaytirish yoki to'lov shartlarini yumshatish bo'yicha qanday dalillar keltirish kerakligini aytadi. Sud majlislarida ishtirok eting. Agar sudga chaqiruv qog'ozi kelsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Sudda o'z pozitsiyangizni bayon eting, dalillarni taqdim eting. O'zingizning moliyaviy ahvolingizni asoslab, qarorni kechiktirish yoki qarzni bo'lib to'lashni so'rang. Bu sizning majburiyatingizdir va sizning huquqlaringizni himoya qilishning eng muhim yo'lidir. Sudning har qanday qaroriga e'tiroz bildirish huquqingiz bor. Faqat buni belgilangan muddatlarda va tartibda amalga oshirish kerak. Ikki noqonuniy qurilishlar yoki qayta qurishlar borligidan shubhalansangiz, ruxsatnomalaringizni tekshiring. Agar sizda o'z uyingizda amalga oshirilgan barcha qurilishlar yoki o'zgarishlar uchun tegishli ruxsatnomalar bo'lmasa, buni qonuniylashtirish yo'llarini o'rganing. Bu borada qurilish vazirligi yoki mahalliy hokimiyatning tegishli bo'limlariga murojaat qilishingiz mumkin. Mutaxassis bilan maslahatlashing. Me'mor yoki qurilish huquqi bo'yicha advokat bilan bog'laning. Ular sizga mavjud vaziyatni baholab, qanday qadamlar qo'yish kerakligini maslahat beradilar. Masalan, loyihani tasdiqlash, texnik xulosalar olish, jarimalarni to'lash orqali qonuniylashtirish. Ba'zi holatlarda noqonuniy qurilishni buzishdan ko'ra uni qonuniylashtirish ancha arzon va qulayroq bo'ladi. Turish ikkita. Mulkingiz davlat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi xavfi ostida bo'lsa, huquqlaringizni bilib oling. O'zbekiston Respublikasining Yer kodeksi, Shaharsozlik kodeksi va Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlarida davlat ehtiyojlari uchun mulkni olib qo'yish tartibi va kompensatsiya berish mexanizmlari aniq belgilangan. Sizning huquqlaringiz va kafolatlaringiz haqida ma'lumot oling. Sizga taklif etilishi kerak bo'lgan kompensatsiya miqdori va shakllarini pul yoki boshqa turar joy tushunib oling. Mustaqil baholovchini jalb qiling. Agar davlat tomonidan taklif qilingan kompensatsiya miqdori sizni qoniqtirmasa yoki sizningcha bozor narxidan ancha past bo'lsa, mustaqil baholovchi xulosasini oling. Bu sudga murojaat qilish uchun asos bo'ladi va sud jarayonida sizning pozitsiyangizni kuchaytiradi. Hech qanday hujjatni huquqshunos bilan maslahatlashmasdan imzolamang. Bu juda muhim qoida. Taklif qilingan har qanday shartnoma yoki kelishuvni diqqat bilan o'rganib chiqing. Barcha bandlari sizning manfaatlaringizga mos kelishiga ishonch hosil qiling. Agar shartnoma bo'yicha savollaringiz bo'lsa, advokat yordamiga murojaat qiling. Asturish muzokaralarda faol bo'ling. O'z fikringizni bildiring, takliflaringizni kiriting. Ko'pchilik holatlarda tomonlar o'zaro manfaatli yechim topishlari mumkin. Masalan, boshqa turar joy tanlovi yoki qo'shimcha kompensatsiya olish imkoniyatlari. Umumiy maslahatlar va profilaktik choralar. Barcha mulk hujjatlarini tartibga solib qo'ying. Kadastr pasporti, mulk huquqini tasdiqlovchi guvohnoma, sotib olish-sotish shartnomalari, kommunal to'lovlar kvitansiyalari barchasi tartibli va xavfsiz joyda saqlansin. Raqamli nusxalarni ham saqlashingiz mumkin. Masalan, bulutli xotirada yoki flash diskda. Hujjatlaringiz yo'qolgan taqdirda ularni tiklash ancha qiyin va vaqt talab qiladi. Kommunal to'lovlar va soliq majburiyatlarini muntazam tekshiring. Har oy to'lovlarni amalga oshiring va qarz bo'lmasligiga ishonch hosil qiling. Internet bank ilovalari yoki kommunal xizmatlarning shaxsiy kabinetlari orqali to'lovlar holatini kuzatib boring. Soliq kabineti orqali mulk solig'i bo'yicha ham qarzlaringizni tekshirib turing. Qarzlar ortiqcha bo'lib ketmasligi uchun o'z vaqtida choralar ko'ring. Ishonchnomalarni berishda juda ehtiyot bo'ling. Ayniqsa, mulkingizni sotish yoki boshqa shaxsga boshqarish huquqini berishda.
Bu juda jiddiy mas'uliyat va undan faqat ishonchli shaxslarga berish kerak. Har bir bandini diqqat bilan o'qib chiqing va uning huquqiy oqibatlarini tushunib oling. Ishonchnoma berishdan oldin notarius yoki advokat bilan maslahatlashing. Mulk huquqi bilan bog'liq qonunlarni o'rganing. Hech bo'lmaganda asosiy tushunchalarni bilish sizni ko'plab muammolardan qutqaradi. Bizning kanalimiz ham shu maqsadda ishlaydi. Biz doimiy ravishda dolzarb huquqiy masalalar bo'yicha ma'lumot berib boramiz. Har qanday jiddiy mulk bitimi yoki nizoda advokat bilan maslahatlashing. Bu sizning pulingizni va asablaringizni tejaydi. Kichik xarajat kelajakdagi katta muammolarning oldini oladi. Advokatga murojaat qilishdan tortinmang. Bu sizning huquqlaringizni himoya qilish uchun qilinadigan oqilona sarmoyadir. Yodingizda bo'lsin, qonun doimo mulkdorlarning huquqlarini himoya qilishga intiladi. Ammo bu huquqlarni bilish va ulardan to'g'ri foydalana olish sizning zimmangizda. Xulosa va yakuniy xitob. Demak, aziz do'stlar, bugungi videoda biz fuqarolar kvartirlaridan ayriladi degan shov-shuvli sarlavha o'rtidagi haqiqatni ko'rib chiqdik. Shuni ta'kidlash kerakki, hech kim asosiy qonunlarga zid ravishda o'zboshimchalik bilan o'z mulkidan mahrum bo'lmaydi. Bu xavotirli xabarlar ko'pincha ma'lum bir sharoitlarda qonuniy asoslarga ko'ra yuzaga keladigan holatlarni umumlashtirish orqali paydo bo'ladi. Ammo o'z majburiyatlariga e'tiborsizlik, qonunlarni bilmaslik, noqonuniy harakatlar yoki shunchaki ogoh bo'lmaslik jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Mulkingiz daxlsizligini ta'minlash uchun har doim mas'uliyatli bo'ling. Hujjatlaringizni tartibga soling va shubhali vaziyatlarda mutaxassis yordamidan foydalaning. O'zingizning huquqlaringizni biling va ularni himoya qilishdan cho'chimang. Umid qilamanki, bu video sizga foydali bo'ldi va mavzuga aniqlik kiritdi. Siz bu masala bo'yicha qanday fikrdasiz? Sizda bu borada biron bir tajriba yoki qo'shimcha savollar bormi? Izohlarda o'z mulohazalaringizni yozib qoldiring. Biz har bir savolga javob berishga harakat qilamiz. Bu videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusida ham sizni qiziqtirgan shu kabi muhim mavzularda ma'lumot berishda davom etamiz. O'zingizni va mulkingizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha